Siz u qiz bilan xullas gaplashib yurgansizda, endi men o'zimni, men ham erkak kishiman-ku. O'zimni fikrimni aytaman, noto'g'ridir balkim. Endi men fikrim bu, meni shaxsiy fikrim, tushunyapsizmi? Siz meni fikrimcha o'sha qizni jiddiy niyatda gaplashmagansiz. Agar jiddiy niyatda gaplashganingizda siz nikohlab olgan bo'lardingiz yoki farzand ko'rishni xohlagan bo'lardingiz-da. Bu meni fikrim. Men sen shunaqasan demoqchiman, o'zim fikrimni bildiryapman. Endi meni fikrimga kimdir qo'shiladimi, qo'shilmaydimi, men bilmayman. Betizga gapiryapman. Siz o'sha qizni shu Koreyada vaqtingizda foydalanib yurmoqchi bo'lgansiz. Meni fikrim bu. Chunki manatga kirsangiz 60 ming, 70 ming bir soatga pul berishingiz kerak. Manatda tekini bo'ladi, oziq-ovqatini qilib berasiz, maza qilib foydalanib yuradigan bir ekinzor kerak bo'lgan. Meni fikrim bu. Bu meni fikrim. Bu o'zgarmas bu fikr. Meni fikrim, balkim noto'g'ridir. Xolasiz ham, xolamasangiz ham shu. Olyapsizmi videoga? Men aytmoqchimanki, aka, u ham endi nimani o'ylagan bilmayman. Ayol kishi qulog'i bilan yaxshi ko'radi, balkim sizni o'zingizni sevib qolgandir, balkim gapingizga uchgandir, balkim ishongandir sizga. Xullas kalom nima bo'lgan taqdirda ham uni ham agar ozgina meni kallasi ishlaganda, masalan, davay, ras shunchalik ekan, yur nikoh o'qib olaylik, harom xarj yurmaylik degan bo'lardi-da. Endi sizlar yashayapsizlar, 8 oymi, yashayapsizlar shu Piontek degan joyda. Mana zavodlar bor ekan. Birga ishlaysizlarmi yo alohida zavodda ishlaysizlarmi? U ham ishlaydi, siz ham ishlaysiz. U ham постоянно emas, lekin ko'chada o'sha araba shikdan, koreyskiy shikdan ishga chiqadi. U ham masalan oylik olib, o'rtaga ro'zg'orga pul naqlardi, siz ham qilasiz yoki u topganini uyga jo'natarmidi? Ikkalalariniki o'rtadamidi? Kimda pul bo'lsa, ro'zg'orlikda ham qilingan. Shunga qarab. Saniki meniki yo'q ekanda, xullas. Men xotinim bilan mashina oldim dedingiz-ku. Qanaqa mashina u? BMW. Nima? BMW oldilarmi? Necha pulga oldilar? 5,5 million. 5,5 millionga? Hozir ko'chadagi 5,5 million o'shami, BMW? Pulini ham bermagan ekansizlar hali. Qancha puli qolgan? 2,5 million. 3 million berganmisizlar? Endi nomiga o'tganmi, u BMW o'tmaganmi? O'tmaganmi? Hozir bo'lmasam, agar uydalari BMWni sotib pulini jo'natib olsa, BMWni egasiga qaytarib berib, pulni olib uydalariga jo'natib yuborasizmi? Bo'ldi, tushunarli unda. Endi men aytmoqchimanki, aka, uydagilaringiz aytishmadimi, o'g'lim? O'zi sizni asli uydalaringiz biladimi, mana shunaqa yashab yurganingizni? Yashab yurganmiz. Bilishmaydimi? Ota-onangiz bilmaydi. Sizga u yoqda kelin oqtarishyapti. To'g'rimi? Hozir u qiz ham o'sha unashtirilib qo'yilgan qizingiz ham sizni bitta qizni kallasini aylantirib, 1 yil boshini aylantirib internetda, undan keyin 1 yil 8 oy, 10 oy birga yashab yurganligingizni, ham nikoh o'qitmay, er-xotin o'ynab yurganliklaringni bu sizga tegadigan qiz bilmaydi, to'g'rimi? Aytish niyatingiz bormi o'zi? Aytasizmi? Aytaman. O'sha qizga ham, tegayotgan qizga ham. O'zi u yoqda sizni bo'lib qo'yishganmi? Hozir nima sababdan o'sha kuni urush chiqdi aka? Aytingchi. O'zidan o'zi masalan kelib turib ayol kishi to'palayin qilib, uni aynalar sindirib, mana ular irg'itib, mana ularni endi aka, meni fikrim, aka, meni o'zimni fikrim, mana shu narsani siz ilmagansiz-da. Ha? Mana shu narsani siz ilmagansiz, to'g'rimi? Shu ayol ilganmi shuni? Demak, uni niyati bir kun oldin yaxshilik bo'lganda, to'g'rimi? Ha? Normalniy Ramazon oyida bir yaxshi bir niyatlar bilan shuni ilgan. Shu Ramazon shukuhi kirsin mana shu uyga deb. Endi siz men aytmoqchi bo'lganim mana bu mana ularda endi mana shular. Shuni pulga olib kech payt yonadigan narsa-da bu, ha? Shuni pulga olib ilgan mana. Endi bu qizni niyati meni bilishimcha aka urush qilib, janjal qilib, to'palayin qilish bo'lmagan-da, ha? Bo'lmagan. Siz nima qiling, menga ayting, o'sha kuni nimadan janjal chiqdi? Bexosdan nimadan janjal chiqdi? Shu darajada ya'ni. O'zini o'zi osib yuboradigan holatda bo'lganiga nima sabab aka? Mana nima? Rostdan pistolet bo'ldi? Nima otadi bu? Hop.
o'zini o'zi o'ldiradigan darajada bo'lishligiga nima sabab deb o'ylaysiz? O'sha kuni soat necha edi aka? Siz menga kechasi nechada telefon qildingiz? 3dan keyin. Kechasi. 3dan keyin telefon qildingiz. Avaz aka, bir tanishim o'zini o'zi osib qo'ydi, shokdaman, menga yordam bering deb telefon qildingiz. Men ertalab telefoningizni ko'tardim, ertalab qo'limizdan hech nima kelmaydi, ertalab telefon qilaman dedim, to'g'rimi? Xo'p, nimadan urush chiqdi aka? Nima sabab? Mana shu o'sha kuni mana shu narsalar joy-joyida turuvdi, mana ayni joyida turuvdi. Mana bular ilingan turuvdi, to'g'rimi? Hamma yoq joy-joyida turuvdi. Siz eshikdan kirdingiz. U qayerda o'tiruvdi? Bu yerda ichib o'tirgan ekan. Men aytdimmi? O'zidan o'zi. O'zidan o'zi ichib o'tirgan ekan. Ichib o'tirgan ekan. Nima sabab ichishiga aka? Stress olgan bo'lsa kerak. Nimadan stress olgan? Unisini bilmayman lekin. Yo, siz hali menga aytdingizki, aka, meni dedingiz, unashtirilib qo'yilgan qizim bilan gaplashayotganligimni bilib qolib, bu aytilmasdan stress olib oldin ham bilardi-da, oldin ham bilarmidi? Xo'p, o'sha sabab deb aytibdi-ku urushganda, to'g'rimi? Sen o'sha unashtirilgansan, men shu sabab stress olib ichyapman deb, to'g'rimi? O'sha kuni o'sha sabab ichayotgan bo'lgan, to'g'rimi? Siz kirib keldingiz. Soat nechalar edi? 9, 8. 8dan keyin edi. 8dan keyin. 8:30 ga U sizga telefon qildi. Mana jamadonlarni olib ketdi, dedi, to'g'rimi? Jamadonlar. Yo, bunikimi yo? Jamadonlar uniki edi, ichidagi narsalar meniki edi. Ha. Sizga jamadonlar, mana ko'rpa to'shi ham siznikimi? Mana shularni yig'ib berib olib ketdi, sizga telefon qildi. Urushib qolgansizlar. Endi u sizni nikoh, ya'ni yo'q, u bag'da qolyapti. Siz yana u yoqdagi qizga uylangan, O'zbekistonga ketadigan bo'lyapsiz. Ikkalalar ham urushib qolyapsizlar. Bu qiz hamma sizni kiyim-kechak, ko'rpa-to'shagingizni olib chiqib olib ket deyapti. Siz ko'rpa-to'shakni olgani kelyapsiz. Nimadan janjal chiqib ketdi aka? U yo haqorat qildimi, yo siz so'kdingizmi? Nimadan janjal chiqdi? Nimadan chiqdi? Kayfida. U kayfmidi? Ichib olganmidi? Ammo haqiqatda ikkita shishani bo'shatibdi. Siz ichmaysizmi? Siz o'zingiz ichmaysizmi? Siz aytdingiz-ku, oldin ham bitta karis bilan ushlab olganman dedingiz-ku. Kim bilan qayerda ushlab olgansiz? Tungi klubda. Tungi klubda? Mana shu qiz-da? O'shanda ham birga yashayverganmisiz? Payt ajrashib ketganmiz. Urush yo'q bo'lib ketganmiz. Keyin yana topishib oldilarmi? Hozir shunda u O'zbekistonda erga tegyapti, keyin yana karisga tegyapti. Keyin sizga siz bilan yashayapti, ha? Keyin yana tungi klubda siz uni ushlab olyapsiz. Siz aytyapsizki, men borib, siz aytmadingizmi tungi klubda ushlab olib, sen kimsan demadingizmi karisga? Nima dedi karis? Yigitaman dedi. Yigitaman dedi. Bu nima dedi? O'sha sizni qizchangiz birga yashaydigan, xotinim deb o'ylaydigan qiz nima dedi? Yo, meni yigitim dedim. U yerda nima qilayotgan ekan ular? Tungi klubda. Kitob o'qishayotgan ekan. Nima qilishayotgan ekan? Ichib o'tirishgan ekan. Ichib o'tirishgan ekan? Sen nima qilyapsan bu karis bilan? Siz nima dedi? Ishing bo'lmasin dedi. Ishing bo'lmasin dedim. Siz nima dedingiz? Sevaman seni. Sen unashtirilgan qizing bor. Ishing bo'lmasin. O'sha bilan vaqtda bo'ldi. Dedi sizga. Ha? Hali yaqinlari bilan gaplashganimizda nima dedi? O'sha payt ajrashib ketgandir. Ha, yo'q, men hali Ayas bilan gaplashdim-ku. To'g'rimi? Ayas bilan nima dedi? Viza qilish kerak. Viza qilishlik uchun. Viza qilishlik uchun gaplashyapti ekan dedi, to'g'rimi? Ruxsat berganman. Ha. Vizani tungi klubda araq ichib qilishar ekanmi? Gap bir-biriga tushmayapti, to'g'rimi? Endi qora qo'ng'iz ham bolasini olib boqim deydi-da, ha? Bilasizlar-a, aka? Qora qo'ng'iz ham bolasini olib boqim deydi. Bu odamlar masalan вообще temada yo'q odamlar. Bular просто tak guvoh, to'g'rimi? Ashatdagi odamlar, mana bolani o'rtoqlari. Endi xullas men hozir tushunishim bo'yicha voqea shunaqa bo'lganki, bularni shu Posin degan shaharda yashashgan, mana bu bola 7-9, 2,5 yil bo'lgan kelganingizga. Namanganlik, nari qiz Sirdaryomi qayerda edi? Sirdaryolik bo'lgan. U karisga tegib kelib, bu bola bilan o'ynab yurgan, 2 yil yashab yurgan, mana mana shu yerda yashashgan. Bu keyin borib uylanaman degan. Bu qiz unga sabr qilmagan, chidamagan, yo'q menga uylanasan degan, xullas urush bo'lgan. Buni endi ota-onasi yoqda meni o'g'lim chimildiq ko'rmagan, bir qiz bolaga uylanish kerak degan orzu-havasi bo'lgan. Buni ham endi maytda ikkita erga tegib chiqqan qizni O'zbekistonga olib borsa, o'rtoqlarim nima deydi deb turib, buni ham o'zini fikri bo'lgan.
lekin bu yoqda yashab qo'ygan bo'lgan, nima qilishni bilmagan, xullas benikoh yashab yurishgan. Endi harom xarij yurganda orqasidan mana shuncha ish kelib chiqyapti-da. O'sha kuni keyin bu janjallashib chiqib ketyapti, o'rtada bir karis tungi klubda shovolyapti. Karis bunga aytayapti, "Men yigitaman, nima qo'lingdan keladi" deyapti. Bu ham achchiq o'yini chiqyapti. Bu xullas yo'l topolmayapti. O'sha paytda menga telefon qilganda mana shu bola. To'g'rimi? O'tgan safar siz bilan boshqa bitta oshxonada ko'rishuvdik, esingizdami? O'shanda siz holatingiz yaxshi edi, esingizdami? Siz bilan ko'rishganimizga qancha bo'ldi? 2-3 hafta bo'ldi. O'shanda yaxshimidi hammasi? O'shanda menga Avaz aka, bir akam qatori, mendan bir yoshingiz katta, mana shunaqa narsa bo'lyapti deb turib maslahat so'raganingizda men sizga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bo'lardim-da. Voqea mana shu darajagacha kelmagan bo'lardi-da, to'g'rimi? Endi hamma yo'q bo'lib, kimdir o'lgandan keyin telefon qilib, "Avaz aka, mana bo'ldi, ana bo'ldi" desangiz, men qo'limdan ishlamay kelmaydi-da. Men nima qildim? O'lgan bo'lsa men tiriltirib bera olmayman. Ertalab telefon qiling deb telefon qo'yib qo'ydim, to'g'rimi? Ertasiga mana ko'rishdik, mana qo'limdan kelgancha mana hozir ham mana aka necha soat o'tirdik sizlar bilan aka? Mana shu ish orqasidan yuribmiz, to'g'rimi? Endi xullas u bo'ldi, bu bo'ldi. Bu qizni O'zbekistonda o'g'li bormi? O'zbekistonda bor. U kimdan? U karisdan, o'zbekdan, qaysi biridan, ha? Birinchi turmushidan o'zbek. Birinchi turmushidan, ha? Endi bu qiz o'sha kuni demak siz batta janjal bo'ldi, u mana uni sindirdi. Ana uni ichib o'tirgan ekan, uksusni ichaman desa qo'ldan olib qo'yibsiz. Mana kiyimlaringizni olib chiqib ket debdi. Keyin siz kiyimlarni olib janjal necha minut bo'ldi yoki sekund yo? Bu janjal bo'lmadi. O'zi aslida tortishib janjal bo'lmadi. Biz o'tirdik, yaxshi gaplashdik. Keyin bu chemadonlarni yetalab chiqib ketyapti tursam, chemadonni tashlab ket, mening chemodanim dedi. Men o'zim boshqa sumka, setka, shunga o'xshash narsalar bor edi, kiyimlarim unga joyladim. Jamadonni tashlab ketdingiz. Jamadonni qo'yib chiqib ketyapti. Chiqib ketdingiz. Chiqib ketyapti tursam, dasturxon tortdi bu yerdan. Nimani tortdi? Dasturxon bor edi uni ustida. Mana uni ustidami? Dasturxon bor edi, ustida meva-cheva, shunga o'xshash idishlar bor edi. Idishlar tushib sinib ketdi ular, raso bo'lib. Keyin yana bakal tushdi. U orada bu stullarni bu yoqqa tepib, buni ag'darib. Endi jahli chiqib, bu yerga osilgan nimalarni ham yulib. Endi sizni chiqib ketayotganligingiz uchun chiqib ketma deyishni o'rniga, bularni buzib tepib sizni chiqib ketmasligingizni xohlayapti-da u. Gapirmasdan harakati bilan sizga chiqib ketma demoqchi bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Xo'p, siz o'shanda mana sani jamadoning deb narsalaringizni olib chiqib ketdingiz. Qayerga chiqib ketyapti o'zi shu paytda? Siz boshqa uyingiz bormidi? O'z ishxonamga ketyapman. Boshqa joyga, to'g'rimi? Bugun boshqa joyda qolaman deb ketyapti o'zingiz. Keyin ayolingiz necha minutdan keyin sizni o'rtog'ingizga telefon qildi? Pastga birga tushdik. Hop. Mashinadan narsam bor edi, mashinadan narsamni oldim. Keyin pastga tushdik. Soat 12:40-50 lar atrofi edi. O'rtog'ingizga telefon qildi. Yo'q, u orada bu uyga chiqib ketgan. Hop. Men boshqa joyga ketganman. Yo'lda ketayotganman. Hop. Oradan 10-15 daqiqa o'tib o'sha o'rtog'ingizga telefon qildi, to'g'rimi? Hop, o'rtog'ingiz kelyapti, ha? O'rtog'ingiz uyda bo'lganmi o'sha paytda? Uyda. Hop, o'rtog'ingizga telefon qilib aytgan ekan, ha? Nima? Keling, mana bu xarajatlar bor, olib keting degan ekan. U mahal obeddan keyin. Ha, u oldinmidi u? Oldim. Ha. Keyin bitta o'rtog'ingizga telefon qilganda, o'sha osib qo'yayotgan mahalda telefon qilganda ovozi bor ekan, ha? O'sha ovozni eshitsam bo'ladimi? Hali o'rtog'ingizdan men olaman o'sha narsani. Men o'shani odamlarga qo'yib beraman. Qani nima ekan u yerda, nima yozilgan? Men yana shu narsani aytib o'tib ketay. Bu qiz mana shu bolani o'sha sevgilisi urushib chiqib ketishganda bu bolani o'rtog'iga o'zini osib qo'yayotgan paytda telefon qilgan, to'g'rimi? Osib qo'yayotgan paytda telefon qilganda o'sha osib qo'yayotgan paytda xirilayotganlari demak zapisda yozilib qolgan, to'g'rimi? O'sha zapisni ertaga men o'rtog'ingizdan olaman, ha? Odamlarga qo'yib beraman. Hani qanaqa holatda bo'lgan, nima balkim nimadir bordir o'sha yerda, bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Endi o'shani qo'yib beraman. Xo'p, siz o'rtog'ingiz kelyapti, keyin akalar chetdan qochib turinglar-da bu tomonga. Endi o'rtog'ingiz kelyapti. Mana bu yoqdan oling siz, o yerdan oling. Xo'p. Mana o'rtog'ingiz maytdan keldi. Xo'p, kelyapti-da, mana qarayapti. Yo'q, ha? O'rtog'ingiz xotiningizni taniydimi? Bu qizni taniydimi? Ha, taniydi. Qayerdan taniydi? Men orqali tanish, meni tanishim, men orqali. Siz orqali qanday? Sizni sevganingizni boshqa erkak tanishligi sizga g'alati emasmi?